Doimga ming shukrlar bo'lsinki, orzularimga birma-bir erishyapman. Bir paytlar videolarimni ko'rib like bosib o'tiradigan blogerlar bilan bugun birgalikda Vine ishlayapman. O'tgan safar Dilshada bilan ishlagan Vine'imiz ko'pchilikka ma'qul kelgan ekan va kommentariyasida ko'pchilik yana birgalikda Vine olinglar deb yozgan ekan va biz Suhrob akam bilan birgalikda Vine olish uchun Dilshadalarning uyiga bordik. U yoqda men Soliha bilan ko'rishdim. O'zi ham Dilshadalar uyi 5-etajda chiqib olguncha oyoqlarim tamom bo'lib ketdi boru. Dilshadan qilig'ini qaranglarda. Bu qizda aktyorski shunaqa kuchli boru, kamera yoniq bo'lsa bo'lmasa aktyorskisini ishlatib yuradi. Soliha bo'lsa bu doimo hamisha bahor. Hech kimga zarar tegmaydi. Men bitta bechora Aziza issiqda qolib ketgan. Rol o'ynashimni qaranglar. Men hech qachon o'ylamaganman bunaqa rol o'ynayman deb. Hech qachon mashina minishni ko'rmagan odamim mashina minganini ko'rdim. Otagalik qilganini ko'rdim, lekin yana bir marta Xudoga shukr keltiraman. Juda ham ko'pchilik tanir ekan meni, ko'pchilik rasm tushishga keldi. O'rtoqlar, bugungi syomkamiz juda ham qiziq bo'ldi. 3 ta Vine oldik. Hammamiz charchab, och qolib, na zavtrak na obed qilmodik. Keyin uyga kelsak, uje Bibisora uyg'onibdi. Uyga kelishimiz bilan Dilshodaxon qo'llarini o'ynatib qilgan sho'rvasidan ichib qorin to'qladik-da biz metroga tushib ofisimiz tomon yo'l oldik. Shuni metroga chiqishimiz bilan metro ketib qolsa-da, keyin bombosh metro keladi. Muzdagina konditsioner tagida Chilonzorga yetib keldik. Kelsak shunaqa odam ko'p, avtobus kutyapti. Yana konditsioner bor avtobusga chiqsak, videoga olatsam Suhrob akam videoga olmadi, so'kib beradi-da. Bir amallab ofisga ham yetib kelib oldik va qurtumishimni o'tirdim.